Hammaga assalomu alaykum. Mana asal-toylarim. Mana biz oilaviy dam olishga toqqa yo'lga chiqdik. Baxtimizga ob-havo ham dahshat bo'ldi. Shunaqa havo mazza. Bu men va albatta yonimdagi esa turmush o'rtog'im. Ob-havo zo'rligidan даже toqqa bormasdan ham yarim yo'lda to'xtagilarim kelib ketdi. Vaqtim zoya ketmasin deb namoz o'qib ketyap turganimda даже qizim orqamdan sekingina videoga olib qo'yibdi. Joy qidiramiz deb rosa yo'l yurdik. Va nihoyat yetib keldik. Dadajonimiz varrak uchirishni boshladilar. Men esa dasturxon bezashni boshladim. Uzoq yo'l yurganimizga hammani qorni ochib ketdi. Ochiq bo'riday hammamiz dasturxonga kallamizni suqdik. Vaqtim zoya ketmasin deb uyda chaqalmayotgan semichkalarimni ham shu yerda mazza qilib chaqib oldim. O'g'lim vaqtini zoya ketkazmay toshlar qidirib yurdi. Biz ham vaqtimizni zoya ketkazmasdan suvlarni videoga oldik. Quyosh botayotganda esa jonajon uyimizga qaytdik. Qilgan sayohatim sizlarga yoqqan bo'lsa, like va kommentariy kutib qolaman. Asal-toylarim.